Menimcha bu kulgili emas. Lina makina ham ishi oson emas axir. Haligi bir oyda qancha pul topasiz? Taxminan 5-6 ming atrofida. Shunchalik kammi? Bir dona kosmetikam undan qimmat turadi-ku. Shuning ham an'anni pardoz qilganini, yangi kiyimlar kiyganini ko'rmaymiz. Yashash va o'qish xarajatlari uchun oyiga 5-6 ming qancha o'ylasang ham yetmaydi. An, bir oylik xarajating qancha o'zi? 1,5 ming. 1,5 ming? 1,5 ming bilan qanday yashasa bo'ladi? Dadam menga oyiga 5 ming beradi. Shuni ham kam deyman. O'g'ilni yo'qchilikda, qizni to'qchilikda ulg'aytirish kerak. Lina aka, siz berayotgan pul rostdan ham kam. Kam emas. Dadam ko'p mehnat qiladi. Qolaversa, o'zim ham o'qib, ham ishlab o'zimni ta'minlay olaman. Men ham biroz kam deb o'yladim. Shuning uchun bugun bankka borib, qo'shimcha karta oldim. Endi pul kerak bo'lsa, shu kartadan foydalan. Kerak emas, dada. Odatda uncha pul ishlatmayman. Nega kerak emas ekan? Bugun do'stlaringni tug'ilgan kuningga taklif qilding. Hisobni shu kartadan to'la. Bugungi dasturxon. Janob Lin, menimcha siz bergan kartada pul yetmaydi-yu. Shunaqa Lina aka. Bu ancha nufuzli mehmonxona. Unda ovqatlanish taxminan 800lar bo'ladi. Bor yo'g'i shumi? Men odam boshiga demoqchi edim. Agarda hammani hisoblasak, 8-9 minglar atrofida bo'ladi. Ha. Nima bo'pti? Lina aka, nahotki tushunmadingiz? Bir oylik maoshingiz o'zi 5-6 ming bo'lsa, kartangizda shuncha pul bormi? Bundan hech ham tashvishlanmang. Menyudagi barcha taom va ichimliklarni buyurtma qilib, dasturxonni to'ldirsangiz ham, bu kartadagi pul umuman tugab qolmaydi.